Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Uyqu taxminan hayotimizning 3 ta'mirini tashkil qiladi. Uyqu ajoyib narsa miya uchun. Juda ham foydalari bor. Uxlolmaslik esa juda ham noqulay shikoyat. Noqulay bir holat. Bir marta uxlolmang, u yoki bu yog'ingiz og'rib, bir uxlolmay chiqing. Kuni bilan lanj bo'lib yurasiz. Endi shunday odamlar borki, oylar yoki yillardan beri uyqusidan qanoat hosil qilmaydi. Uyqusidan rozi emas. Uyqusizlik bezovta qiladi. Bunday odamlar dorilarni ichadi, kapelnisa oladi, sayohatlarga borishi mumkin. Baraka topkur. Sayohatlarda to'g'ridan to'g'ri uyqungiz yaxshi bo'lib qolishi qiyin. Uyqungiz yaxshi bo'lishini istasangiz, eng avvalo yashash tarzini yaxshilang. Uyqusizlik yengmoqchi bo'lsangiz, eng avvalo sababini toping. Va bu uchun murojaat qilish kerak. Bezovta oyoqlar sindromimi? Nevroz yoki tushkunlik o'tkazdingizmi? Balki boshqa sababi bordir. Aniqlang. Undan keyin u yoki bu davolash yo'llarini tanlash mumkin. Siz o'zingizda nimalar bo'lyapti? Farqi yo'q. Damlamani ichib yuribsiz. Kimni aldayapsiz? O'zingizni-ku. Shu sababli tashxisni aniqlash kerak. Men uxlolmayapman. Nega deng. Harakatni o'zingiz qilasiz. Oson yo'lni izlab yuraversangiz, yutqizgan taraf o'zingiz bo'lasiz. Rahmat.